Diqqat, to'xtang. Bu video taqdiringizni o'zgartirishi mumkin. 2026-yilda koinotning erkasi bo'ladigan va moliyaviy portlashni boshdan kechiradigan 3 ta burch aniqlandi. Siz boylik va omad cho'qqisidamisiz? Hozir bilib oling. Birinchi omadli burch Arslon. Yulduzlar shuni ko'rsatmoqdaki, kelayotgan yilda Yupiter sayyorasi sizning moliyaviy uyingizga kirib boradi. Bu shunchaki maosh oshishi emas, balki kutilmagan meros yoki yirik biznes shartnomasi degani. Hatto eng kichik g'oyangiz ham millionlarga aylanishi mumkin. Shuning uchun tavakkal qilishdan qo'rqmang. Ikkinchi o'rinda qat'iyatli buzoqlar. Astrologik xaritaga ko'ra, Saturn sizni qo'llab-quvvatlashni boshlaydi. Bu yil siz uchun ko'chmas mulk sotib olish yoki orzuyingizdagi uyni qurish yili bo'ladi. Eng qizig'i, yolg'iz buzoqlar bahor oylarida o'z taqdirlarini uchratish ehtimoli 95% ga ortadi. Bu shunchaki uchrashuv emas, balki umrbodlik ittifoq bo'lishi kutilmoqda. Va nihoyat, ro'yxatimizning eng katta syurprizi Qovg'a burji. Pluton sayyorasining ta'siri ostida sizda Phoenix effekti yuz beradi. O'tmishdagi barcha muammolar kulga aylanib, yangi, yorqin hayot boshlanadi. Ayniqsa ijodkorlik va IT sohasidagi qovg'alar uchun bu oltin davr bo'lishi kutilmoqda. Sizning burjingiz qaysi? Yoki bu ro'yxatga tushmagan bo'lsangiz ham o'z kuchingizga ishonasizmi? Izohlarda burjingizni yozib qoldiring va omad so'zini yozing. Biz esa sizga shaxsiy maslahatimizni yuboramiz. Videoni yaqinlaringizga ulashing. Zora ular ham o'z omadlarini bilib olishsin.